Assalamu alaykum, hurmatli Noqat xabar xizmat etgan qatnashchilari. Bugungi kunga 2025-yilning 2-dekabr kuni biz Noqat shahriga keldik. Şol yerden valyutalar kurslari bilan tanishtiramiz. Bizden olsavay live post kommentatsiya yozib qo'yinglar. O'shandan birga valyutalar tartpaysin deb ko'p подписчиктер shontat az kart ko'rsatamiz. Ketdik anda. Valyutalar qancha bo'ldi Noqatda ma'lumot beramiz. Bizden olsavay live post kommentatsiya yozib qo'yinglar. Birinchi Kırgızistan banka geldi, onda kanallar 87 so'm 20 tiyin dollar, 100 so'm 7 tiyin euro, 1 so'm 15 tiyin rubl ekan bu yerda Kırgızistan bankda. Aziya bankda 87 so'm 30 tiyin dollar, 1 so'm 10 tiyin euro, bu yerda 1 so'm 12 tiyin ekan rubl. Qarangizlar 1 so'm 20 tiyin ekan. Tuğanlar Bakay bankda 87 so'm 30 tiyin dollar, 1 so'm 1 tiyin euro, 1 so'm 20, 1 so'm 12 tiyin rubl ekan. Qarangizlar, tuğanlar Ekoislam bankda 87 so'm 30 tiyin dollar, 100 so'm 5 tiyin euro, bu yerda rubl shunday ekan. Qarangizlar, tuğanlar. Tuğanlar barыңызlarga Noqat şahridan жалын осы салам айтмақ үшін өзім атымнан жаңа Noqat хабар жинап каналынан көріп лайк басып комментарий жазып қойыңыздар. Барыңыздарға тынчылық аманшылық қалайын. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи баракатуху.